Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi ishimiz bunkerlar ustunalar ko'pligini hisobiga paxta yetib bormasligi uchun qo'shimcha bunker o'rnatildi. Bundan maqsad bag'dagi ustunalarga paxta yetkazib berish. Xo'p, bu yerda qilingan asosan ag'dan kelib bu yerga keladi. Bu ustuna bunkerlarimizga tushib, bu esa bunkerimizga tushadi. Bundan o'tgan paxta yana qaytib ketadi orqaga ketadi. Ana endi bundan tushgan paxta, bunkerga tushgan paxta qo'shimcha ventilatorimiz bor. Qo'shimcha ventilatorimizdan kirib so'rib oladi. Bag'dagi ustunalarimizga ketadi. Bag'da ham 5 ta ustunagimiz bor. O'shaning uchun baqa ketadi. Uni orqasidan obrotkasi keladi. Orqasidan o'tib ketgan, orqasidan o'tib bu tarafdan yana kirib ketadi. Mana tagida hovuzi oxiri bor. Buni tunkadan qilingan hammasini ventilatorga kirib ketadi. Hammasi Xudo xolasa inshaalloh a'lo darajada bo'ladi.